Tushda chek ko'rishning ta'birlari. Muhammad ibn Sirinning aytishicha, agar muhra pardoz berilgan oxirli chekni unga berganlarini yoki oxirlangan chekni topganini ko'rsa, mol-u manfaat topishiga dalildir. Agar tushida kimdir unga chek xat yoki hujjat yozayotganini ko'rsa, qon oldirishiga dalildir. Jobir Mag'ribiy aytadiki, agar chekka muhra qilganini yoki muhrlik chekni olib qo'yganlarini ko'rsa, moliga nuqson yetishiga dalildir. Agar chekni yo'qolib qolganini yoki yonib ketganini ko'rsa, moli yo'qolishiga dalildir. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.